Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, qo'y ishqibozlari, qo'ziqo'chqor ishqibozlari. Biz Xudo xolasa bugungi syomkamizni boshladik. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida, shu Optimchilar qishlog'ida do'stimiz Sabr Kamol qo'y fermasiga kelganmiz. Boquvda qo'ylari bor ekan. Xudo xolasa bularni sotish ekan. Bizlardan bir chiroyli ma'lumotni olamiz. Like'ni bosib, podpishka qilib turasizlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanalimiz yangi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yaxshi qo'ylar chiqarib berishga harakat qilamiz. Do'stimiz o'zidan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Real Uzum obunachilari. Xudo xolasa akamiz kanalni yangi turibdi, yurgizibdilar. Podpishkada bo'lib like'lar bosib turamiz akalar. Biz ham qo'yda yemdagi qo'ylarimizni xudo xolasa sotuvga chiqaryapmiz. Narx-navolarni, oyliklarni hamma tomonlarni kelishtirib gapirib o'tamiz video davomida. Do'stim, bayda necha bosh qo'ylar bor? Bayda 40 bosh qo'y bor. 40 bosh, ha? Hammasi qo'chqor, pichmalari yo'q, ha? Qo'chqor. Hammasi yosh oyliklar qanaqa do'stim bular? 12-11 oylik. 12-11 oylik, ha? Sog'ligi yaxshi, ha, yeb ichishlari. Yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa. Sog'ligi, salomatligiga garantiya beramiz. 5 kun, 10 kungacha garantiya beraveramiz. Yemini yeb turganchilarmi? Chunki o'zimizda qo'limizda yemini yeb turgan qo'ylar, nuqsoni yo'q xudo xolasa. Narxlari necha puldan do'stim bo'ladi? Narxlarni bir joyga bo'ladigan bo'lsa 5 million 200 dan qo'yib beramiz. Donaga tillab olsa kelishamiz. Donaga kelishlar 1 joyga 5 million 200 ming so'mdan ekan, lekin qo'ylar sifati, dumbovoshlari kelishgan, kashtan qo'ylar ekan. Lekin jicha pardoz berilmagan. Sababi hozir ko'ryapsizlar, ob-havoni, jicha sovuqligi sabab agregat qilinmagan, lekin qo'ylarning etlari go'sht yog'iga ham to'g'ri keladi, sog'lik salomatligi zo'r. Sababi sog'ligi yaxshi bo'lmasa bunchalik o'zgarmaydi qo'y. Mana yemini yeb yotibdi qo'ylar maza qilib. Do'stim, yana bormi qo'ylardan? Ya shum bari? Davomi bor ularda. Davom bor. Hop, kuzatishda davom etib turasizlar. Xudo xolasa qo'ylarimiz davom bor. Kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Yil 12 oy qo'y bo'ladi, xudo xolasa. Qo'y ishonchli qo'ylar shayda, bemalol murojaat qilsalaring bo'laveradi. Qo'ylarimiz davom ochiq ekan, mana bu tomonda katta zotga boqqani, o'sha Qirg'iziston va Tojikistonning paroda qo'ylari. Ular o'zlaridan ma'lumotni oldik, hozir yana olamiz. Qo'ylar ichidan terib olgan qo'ylar ekan. Urug'likka olsa ham bo'laveradi. Mana qo'yni qaranglar, chiroyligini. Urug'likka olsa ham bo'laveradi. Yeb ichishlari, sog'lik salomatligi zo'r deyishyapti. O'zlaridan yana bir qator ma'lumot olamiz. Do'stim, bu qo'ylar nechta soni? Soni 12 bosh turdi hali. Ishonchli boqib turgan joyidan behijolat obunachilar aloqaga chiqa olasizlar. Aytgan pulimizdan ham ilojini boricha hayra sunnatiga o'tib beramiz. 12 oylik yeb ichari, lechina, pichina hamma yo'li qilib qo'yilgan. Olgan odam olib boradi, yemga tashab bosib harakat qilishaveradi. Mana obunachilar quruq poxolni o'zini ham yeyapti, somonni o'zini ham. Lekin yemda yeb turgan, hazm bo'lish uchun bundan ozgina berib turiladi. Quruq yemini yeb turgan. Lekin pulga arziydi qo'ylar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bir qator ichkariga kira olmayapmiz. Ob-havo noqulayligiga sabab tashqariga olib chiqa olmadik. Qo'ldan kelganicha olib beryapmiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr oldindan. Bularda yosh oyligi 12 oylik, oldi tish yoshga o'tib bo'lgan o'zi. Oldi o'zi o'tib qoldi. Oldi o'tib qoldi. Kengaytirib, Bo'ylarini necha beramiz do'stim bularni bo'ylar? 90 ga beraveramiz. 90 ga beraveramiz. Narxi bir joyga? Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 6 milliondan olishaveradi. O'sha summadan yana telefon qilishsin, o'sha summadan sunnatiga o'tib beramiz. Obunachilar, mana imkon bo'lsa, sharoit bo'lsa kelib ko'ringlar tepasiga. Sabab bu joyga kelsalaring ishlaring yengilroq bitadi, ko'rib olasizlar, sog'lik salomatligi yaxshi. Imkoni yo'qlarga bittami, ikkitami, nechta bo'lsa ham onlayn qilib sotilaveradi, video qilib chiqarib berishadi. Puli arzonrog'idan deganlarga mana urug'liqqa ular ham toza Qirg'izistonning qo'ylari, ishonchli, yeb ichishlari garantiya, sog'lik. Mana oqini qaranglar, chiroyligini obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Bittami, 10 tami farqi yo'q. Ishlaringni bitirib berishadi, arzon qilib, xudo xolasa. Ularda 5 ta ekan, ularda soni. Soni 5 ta. Qirg'izistonniki bag'da 5 ta, bu yoqda 3 ta bor. Qolgan narigilar Tojikistonniki. Kalla oshlari ham chiroyli ekan, mana qo'ylar qaranglar, chiroyligini. Bular narxi bir joyga do'stim necha puldan? 48 dan qo'yib beramiz. 48 dan, ha? Bir joyga 48 dan deyapti, lekin qo'ylar tanlab olishini kelishamiz. Puliga arziydi. Sabab sifat bor bularda. Bundan ham arzonroqlari bor ekan, mana. Bundan ham arzonroqlari 3 dona ekan. Bular ham qo'chqar, ha? Bular ham qo'chqar, ikkitasi qo'chqar, bitta sarig'i pichma. Sarig'i pichma, ha? Ha, shek o'tgan u. Sotib yuboraveradi-ku, yo'qmi? Uni ham sotib yuboramiz, hozirlar. Bular ikkitaning narxi necha puldan bir joyga? Bir joyga bo'lsa 4 million 200 dan olishsin. 4 million 200 dan qo'zin narxida obunachilar. Hozir qo'zilar zo'rlari ham
4 million, 4 million 200 ming, 3,5 million bilan 4,5 millionda o'rtasida bo'lyapti. Lekin bular to'qli qo'ylar. Yoshi qancha bo'ladi do'stim, yoshi? 9 oy 10 oylik hozirda qo'chqorlar bular. 9-10 oylik yemini yeb turgan. Mana shu shoxlini ehsonga so'ysangiz ham bo'laveradi ekan. Hop, pichmani necha pulga beramiz do'stim? Pichmani 5 million qilishsa berib beramiz. 5 million. Yosh oyligi qanaqa uni? Uni shakka o'tgan u. Shakka o'tgan, ha. Hop, ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar, ishlaring bitadi. Xudo xolasa, dastlabkidan muammo yo'q deyishyapti. Telefon qilsalaring ishlaring bitadi. Hop, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yasizlar, obunachilar. Ko'rayotganlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar.